Xurshid akani ashulalari tema bop, xalqchan. Xalqni yurak-yurakgacha boradi erkaklar. Erdi, xotin boqmasin deb qo'yadi. Ana o'tiraman xudodan, qilma shularga kulgi. Buni qarang, atrofim to'la tulki. O'tinaman xudodan, qilma shularga. Haqiqatdan hozir shunday. Erkaklar dod o'zim ham eshitaman Xurshid akani. Qayerdan topadi bunaqa so'zlar deyman-da, keladi-da u kishiga. So'z tanlashni zo'r biladi Xurshid aka. Dod deyapti-yu, chidolmayapti u. Uni tushunish kerak, u pul sochayotgan akani ham dod deyapti. Agar 5000 talik emas, hali kissasida pachka-pachka dollar bo'lsa ham sochib yuboradi o'sha vaqt. Qiz bolani sochidan tutib, bunaqa o'zim yomon bo'lib ketdim. Agar shu aka oldimda bo'lsa, men o'zim ham aytardim, aka juda qo'pollik qildingiz yoki bir urushib berardim. Qistirib ursa kimga yoqmaydi pul. Lekin o'shani kissasiga tiqish kerak, pul sochmasdan. Bir aylanib chiqsangiz, kamida bir 10 million, 20 million pul tushadi. O'rtacha 5000 dan qistirsa ham 1000 kishi bor yerda. 5 million, 10 million pul ishlab qo'yasiz. Sochidan tortyapti. Teraversin. Naborot qo'liga pul berib bachachalardi. Bizda ham bo'ladi, tegma deyman. Tepaveradi ba'zi bir anaqa tushunmaganlar. Yosh bolalarni tepadi, uradi. Qo'lda qipchiq bo'lsa. Tegma deyman. Tegma. Qo'y shularni rizqi shu deyman. Dil to'la dardu g'am, xayollardan bezdim. Bilmayman o'zim ham nega seni sevdim. Ey qoshi qalamli, bevafo qadamli, bu savol alamli, nega seni sevdim. Assalomu alaykum, Beyzat aka, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, xush vaqt bo'ling. Sizni hozir to'y mavsumi, to'ylarda vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun rahmat aytaman. Rahmat, sizlarga ham rahmat taklif uchun. Siz bilan suhbatga o'zi aslida bir narsa sabab bo'ldi, shu uchun ham hozir bu sababdan boshlamayman. Avvalo o'zingiz haqingizda, ya'ni bugungi Bekzod Haqiyev 3 og'iz so'z bilan qanday o'zini ta'riflagan bo'lardi? Keling, shundan boshlaylik. Sodda, mehnatkash, ishonuvchan. Sodda, mehnatkash, ishonuvchan. Nimaga aynan ishonuvchan? Bilmadim, men shu anaqamni xarakterimni hech tasha olmayman. Ishonmayman deyman. Lekin hozir 2-3 yillardan beri sinchikliman. Ming ishonsam ham hali sinchiklab o'zim tekshirib ko'raman. Lekin baribir aldab ketishadi-da. Nimadirlar sabab bo'lganmi? Baribir. Nimaga aldangansiz? Pulga aldanganmisiz? Pulga, Uyga aldanganmisiz? har bir narsaga, masalan, pulga, og'aynim, do'stim deydi, boshqa deydi. Lekin ichi boshqada. Do'st topish qiyin. Hozirgi kunda do'st, yaxshi odam siz uchun bir jon kuydiradigan odam topish qiyin. Odamni tashqi ko'rinishidan bilib bo'lmaydi-da, tashqi ko'rinish aldamchi. Qo'rqib turaman, masalan, men va jigarimsiz, qiyomatligimsiz desa ham ichimdan qo'rqib turaman, shu bir dardi bor-u shuni deb. Faqat ota-ona, oila, farzandlar shular siz uchun o'zbiringizga ishonch qolmadi-yu, begonadan nima kutasiz? Ikkinchi savolimiz, siz uchun mashhurlik muhimmi yoki xalq mehri? Xalq mehri. Nimaga? Mashhurlik o'tkinchi. Mashhurlik o'tkinchi. Xalq mehri, masalan, ustozlarning ustozi Komiljon Otaniyozov. Bobom Murod Hamdamov, Otajon Xudo shukr. Ortiq Otajonovlar, Ortiq aka Otajonov. Oxunjon Madaliyev, Muhriddin Xoliqov. Sevikli bo'lib qolish qiyin. Xalq tomon bo'lish kerak.
xalq qalbida qolish uchun xalq tomon bo'laverish kerak. Baribir biladi. Odamlar ko'p eshitaman-da. Odamlar bilmaydi, u bu deyishadi ko'pchilik. Yo'q, baribir biladi, xalq tomon bo'laverish kerak. Inson abadiy emas. O'tkinchi dunyoda yashayapmiz. U dunyo abadiy emas. Qilgan yaxshi amalingiz kimgadir yomonlik qilsangiz ham qoladi ko'nglida, yaxshilik qilsangiz ham. Endi hammaga bir xil bo'lib bo'lmaydi. Hamma bir xil ham ko'rmaydi. Hamma yaxshi ko'raversa ham bo'lmaydi. Hamma yaxshi ko'rmaydi o'zi. Hammaga yoqib ham bo'lmaydi. Lekin imkon qadar o'sha yoqmaydiganlaringizga ham kezi kelganda bir qo'lingizdan kelsa yaxshilik. Bo'lmasa ham yomonlik qilmaslik kerak deb o'ylayman. Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab kuzatuvchisi bor, lekin qo'shiqlari esda qolmaydigan xonandalar ko'paydi. Bu holatni qanday baholaysiz? Adnaraziy qo'shiqda pul uchun chiqarishyapti qo'shiqni. Shu hit bo'larmi? Men studiyada zapis qilaman. Men ko'p ashula yozaman-da, masalan, hozir qariyb 30 ta medlak sho'x aralash ashula. 20 ta Xorazm yo'nalishida, masalan, Toshkent, Farg'ona yo'nalishida 20 ta klassika og'ir ashula. Yoshlar keladi, hit bo'larmikan? Qaysi hit bo'larkin? Miyada faqat hit bo'lish. Faqat hit bo'lish. U xalqqa yoqarmikin? O'lmas asar bo'lib qolarmikin degan narsa yo'q. So'zini ham o'zi yozadi ko'pchiligi. Yo'q. Ha, ham o'zi bastakor, ham o'zi shoir. Undan bo'lmaydi endi. Sal temabop narsalar aytish kerak, xalqqa yaqinroq deb o'ylayman. Endi asosiy savolga keldim. Ya'ni sizni chaqirishimizga sabab bo'lgan mana shu savol bo'ladi. Yaqinda Xurshid Rasulov ishtirok etgan to'yda uning ustiga pul sochishgani keng muhokama bo'ldi. Lekin sizni bir to'yda siz ham borgansiz o'sha to'ylarga. Qaysidir to'yda ustingizga pul sochib boshlashganda buni inkor qilgansiz. Ya'ni men o'zim olgan xizmat haqqim yetadi, kerak emas deb inkor qilib olmagansiz, rad etgansiz o'sha. Aynan bu holatga nima deysiz? Bu holatga Xurshid akada ham ayb yo'q, to'y degasida ham ayb yo'q. Bu anavi yosh bolalarni sochidan tortib odobsizlik qilgan odamda ayb. Endi u Xurshid akani shinavandasi, muxlisi. Bu odamni niyat qilgan, kutgan, necha yil yig'ingan shu to'y beraman deb. Endi balkim kayfiyati ham yaxshidir u kishini. Endi sochyapti, ko'p ham emas, menimcha 5000 talik. Ha, 5000. Ha, sochyapti. Lekin ana u qiz bolani sochidan tutib, buni o'zim yomon bo'lib ketdim. Agar shu aka oldimda bo'lsa, men o'zim ham aytardim, aka juda qo'pollik qildingiz yoki bir urushib berardim. To'g'risi. Juda odobsizlik qilgan yosh bolaga nisbatan. Teryapti. Teraversin. O'zi 5000lik bo'lsa. Ha, Xurshid akani masalan o'sha Xurshid aka aytmaydi ham, indama deydi. Xurshid aka endi qaysi biriga qarasin? San'atkor bir kishi. U yerda o'tirgan 1000 kishi mehmon keladi, to'yda egasi. Urgutda shunday odat bor. Yaxshi ko'rgan san'atkorga sochadi. Nima uchun aynan Urgutda demoqchiman-da? Nima? Hamma joyda ham. Bu hamma joyda? Hamma joyda. Lekin qayerda san'atkor borsa, aynan Urgutdagi shu voqea ommalashib ketadi-da. Urgutdagi to'yda deyishadi. Endi Urgut nima desam, san'atkorlarning qadriga yetadi Urgut. Masalan, qistiradi. Hurmatini joyiga qo'yadi. Endi qistirishda emas gap. Hurmatini joyiga, kayfiyat beradi. Masalan, qistiraversak kimga yoqmaydi pul. Lekin o'shani kissasiga tiqish kerak, pul sochmasdan. Masalan, pulda davlat belgilarimiz bor. Bayrog'imiz, anaqasi, gerbimiz bor. Ramzlarimiz bor. O'shani kissasiga tiqib ba'zi bir joylarga borasiz, juda akkurat qistirib ketadi. Men aylanib ayting deydi menga ko'pchilik. Menga endi anavi bo'lib qolgan.
to'y egalariga to'ylarda aylanib bir to'yga aylanib aytganimdan beri hamma aylanib ayting, aylanib ayting. Aylanib aytsang qistiradi. Qistirmanglar deyman. Yo'q, qo'ymay qistirsam yonimda bolachalar bo'lsa, beraman o'shani. Endi u meniki emas. Men ming aylanib o'sha aytaveray. U meniki. Men sahnada turib aytganim u meniki. Sahnada turib yetkazib beryapman ashulamni. Nima demoqchiman? Shoir nima demoqchi bo'lgan? O'sha meni aytayotgan ashulam yuragiga yetib borsa, beixtiyor turib kelib qistirsa, "Ey rahmat, maza qildim" desa, u meniki. Qiynalaman. Aylanib yurgan vaqtim pul qistirishsa, xayolimga xuddi pul uchun yurgandek nafsimga yoqadi. Nafsimga yoqadi. Lekin vijdonim qiynaladi, xuddi og'riyatim qiynaladi. Xuddi men pul uchun yurgandayman. Ko'rganman shunaqa nimalarni pul uchun yuribdi degan. O'sha bizlar yosh paytimiz katta san'atkorlar aylanib aytganda endi erkalik qilganmi ular ham. Endi So'rab olgandek qilgan. Pulni ham so'rab olgandek xalqdan aylanib. O'shandan qanday o'sha yomon ta'sir qilganmi, lekin qo'rqaman. Nafsim o'rganib qolmasin. Nafs o'rganib qolsa, davay deb turadi-da. bunday holatlar mana Sherali Jo'rayevlar, Komiljon Otaniyozovlar, Ortiq Otajonovlar davrida qanday bo'lgan? Mana shunday pul sochishlar. Ular qanday munosabat bildirgan? Yaxshi, kimga yoqmaydi? Singlim kimga yoqmaydi? Tirikchilik-ku. Pul ko'p narsani hal qiladigan pul. Men aytayapman, o'zim ham aytayapman, qo'rqaman. Nafsim o'rganib qolishligidan. Qo'rqaman nafsim o'rganib. Bak, kimga yoqmaydi? Bir aylanib chiqsangiz kamida bir 10 million, 20 million pul tushadi. O'rtacha 5 mingdan qistirsa ham. 1000 kishi bor yerda. 5 million, 10 million pul ishlab qo'yasiz. O'shanga agar nafsim o'rganib qolsa, Xudo ko'rsatmasin. Sahnada o'tirib ayting desa ham o'tirgisi kelmaydi-da. Qo'rqaman shuning uchun ham qistirdimmi, qancha qistirgan bo'lsa ahamiyat yo'q. Qism olib yonimda bolachalar bo'lsa, bolachaga yoki o'sha to'y bolaga, to'y egasiga beraman. Nafsim o'rganib qolmasin. Kimga yoqmaydi qistirish? Pul tirikchilik manbai-ku. Dogovoringizdan hali muzikantlarga ham bermaysiz. Shu o'rtani o'zi bilan o'zib borasiz. Demak, kelishilgan puldan tashqari to'ylarda san'atkorlarga yana 10 million, 20 millionga yaqin pul tushadi. Aylanib o'shanday qilib aytsa demoqchiman. Aylanib aytsa. Aylanib aytsa. O'shani nafsda o'rganib qolsa, xalqimiz san'at sevar. Men qo'rqaman. O'shaning uchun ham orim qiynaladi. O'sha borib xuddi men pul uchun yurgandek tuyulaveradi xayolimga. Shular meni pul uchun aylanib yuribdi degan o'yga boryapti deymanda, aytaman. Men kelganim qistiring deganim emas. Yo pul uchun kelmadim. To'yda egasi iltimos qilyapti. Endi muxlislar televideniyada ko'radi, mana shunday intervyularimizni ko'radi, boshqa yaxshi ko'radi. Yonidan ko'rsak deydi, chaqir deydi, yonimizga kelib aytsin deydi, yo aylanib aytsin deydi. Men ko'p sahnadan tushmay aytaveraman. Sahnadan tushmay aytsam yaxshi-ku. Maza qilib, choy ichib, dam olib aytaman. Tushib aylanib yursangiz, ovoz qiyin eshitiladi, ikkalasi borish qiyin bo'ladi. To'yda egasi kelaveradi, aka aylanib ayting, xalq so'rayapti. Aylanib Demak, har doim jonli ijroda o'tkazasiz. Kamdan kam fonogramma. O'ta charchab qolsam, san'atkorda endi ixtiyori o'zida emas, singlim. Masalan, bir odam to'y aytgan bo'lsa, siz ham to'y aytgan bo'lsangiz, bir kunda ikkita to'y. Boshqa masalan, o'ta yuzdan o'ta olmaydigan og'aynilaringiz yoki bir nimalardan ham to'y kelib qoladi, borasiz, shunaqa joyga so'rashyapti deb. Borasiz, ilojingiz yo'q. Charchaysiz, asabingiz charchaydi, uxlolmaysiz, uxlolmayman. Men kechasi uxlolmayman. Charchab, asablarim charchagan. Ertalab bomdoddan keyin shu 7, 8, 9 larga uxlab qolaman.
Shu bilan 2-3 oralig'ida bir 5 soat 6 soat mizg'ib olamiz. Yana kechasi bilan ish. Ruhan charchaydi san'atkor. Ruhan. Ko'pchilik fiziki charchaydi-yu. San'atkor ruhan charchaydi. To'ylarda ham masalan 1000 ta odam aytilgan bo'lsa, san'atkor bir kishi. 1000 kishining ko'nglini olish kerak. Siz charchaganmisiz? Sizga yoqyaptimi? Yoqmayaptimi? U qizig'i yo'q, u tushunmaydi. Necha oydan beri to'ydan kelyapsiz, masalan, yuribsiz boshqa. Qayerdan kelyapsiz? Qanaqa holatdasiz? Shuning uchun ham san'atni nonni yeyish uchun temirdan tish kerak deydi. Sizningcha xonandaga hurmatni pul sochish orqali emas, yana qanday bildirish mumkin? Qanday bildirish mumkin? Ashulalarni talab qilib, falon ashulangizni aytib bering desa ham xursand bo'ladi, bilarkan deydi. O'tirib eng zo'r hurmat bu o'tirib eshitish san'atkor uchun. O'tirib eshitib va eshittira bilish kerak. Xurshid akani ashulalari tema-bob, xalqchan. Xalqni yurak-yurakgacha boradi erkaklar. Erdi xotin boqmasin deb qo'yadi. Ana o'tiraman xudodan, qilma shularga kulgi. Buni qarang. Atrofim to'la tulki. O'tinaman xudodan, qilma shularga. Haqiqatdan hozir shunday. Erkaklar dod o'zim ham eshitaman Xurshid akani. Qayerdan topadi bunaqa so'zlar deyman-da, keladi-da u kishiga. So'z tanlashni zo'r biladi Xurshid aka. Dod deyapti-yu, chidolmayapti u. Uni tushunish kerak, u pul sochayotgan akani ham dod deyapti. Agar 5000 talik emas, hali kissasida pachka-pachka dollar bo'lsa ham sochib yuboradi o'sha vaqt. Yuragini yetib boryapti-da u ashula. Niyatiga yetgan Xurshid akani olib kelgan. Yuragidagidek bo'lyapti to'yi. U odamni ne только dollar bo'lsa ham boshqa pul borini berib yuboradi payt. Chidolmayapti, dod deyapti. Ishiga sig'mayapti. Uni tushunish kerak u odamni ham. Lekin ana u aka juda qo'pollik qildi. Sochidan tortyapti. Teraversin. Naborot qo'liga pul berib bachachalardi. Bizada ham bo'ladi, tegma deyman. Tepaveradi ba'zi bir anaqa tushunmaganlar. Yosh bolalarni tepadi, uradi. Qo'lda qimchiq bo'lsa. Tegma deyman. Tegma. Qo'y shularni rizqi shu deyman. Endi Xurshid aka unaqa deyolmagan sabab ashula aytib bo'lgan u kishi. Ashula aytib turgan bo'lgan. Xurshid aka aybdor emas u holatda. Ana sochidan tortayotgan odam aybdor. To'yda egasi ham aybdor emas. Xurshid aka endi ustoz san'atkor. Necha yoshda Xurshid akalar? Polni joy aytadi. Biz 1,5 fonogramma qo'yamiz charchaganimizda. Sho'x ashulalarda. Lekin u kishi o'shani ham qo'ymaydi-da. Ustoz san'atkor. O'tinaman xudodan, qilma shularga kulgi. Atrofim to'la tulki. Bilmayman bir narsa, lekin topadi, temani topadi. Mana Soyib akam O'zbekiston xalq hofizi. Soyibjon yozibdi. Ming o'g'ilga alishmayman qizlarimni. Qarang qanday. Shunday yig'laydi ayollar. Shunday yig'laydi. Nega seni sevdim? Mana ashulam endi men xalqning ichiga kirib borgan ashular. Yigit sinsa yiqilsa, sadoyi she'ri. O'zi xalq yuragiga borsa eshitadi. Qizlar haqida 1000 o'g'ilga alishmasman. Qizimni deb qizlarimni dedingiz-ku. Bilamiz, sizni ham 5 qizingiz bor. Shunday, Xudoga shukr. Ular haqida ham ozgina gaplashaylik. Qizlarim yaxshi o'qiydi, ilmi yaxshi, ingliz tili, rus tili, xitoy, arab tilida bemalol razgorit qiladi. Demak, ta'limiga o'ta kuchli qattiq qarayman. O'ta qattiq. Men 1 soat vaqtim bo'lsa ham chaqirib birinchi darsligini so'rayman. Keyin o'tirib do'stona guringlashaman. Tushuntiraman ularga.
bir kun 2 kun orada vaqtim bo'lsa farzandlarimni olib aylanishga olib chiqib ketaman. Buxoro, Samarqand. Xorazmga borishga niyat qilyapmiz. Bolalarim Xorazmga olib boring deyapti. Xorazmga borib Xivani bir aylantirishim kerak. Tarix, o'zimizni tariximizni bildirtiraman. Ko'rsataman mana shunday. Ajdodlarimiz o'tgan bizani deb bolalarimga. O'zlari ham ilmga chanqoq. 3-qizim erkak. U sal o'zimni erkamda u. O'g'lim deyman uni erkalab. O'g'lim deyman. 5 qizning otasi sifatida ota va qiz o'rtasidagi mehrni qanday ta'riflaysiz? Ta'riflay olmayman. O'ta yaxshi ko'raman qizlarimni. Biron marta aytmaganman keliningizga, yangangizga, sen qiz tug'yapsan deb qo'rqadi ba'zi bir vaqt. Uylangansiz deydi. Yozam kallang bor, qanday uylanaman, sen uyda ketmasan. Uylangan odam bir kun sana oldingda bo'lsam 2 kun yerda bo'laman u. Nima bir og'iz aytmaysiz. O'g'limiz yo'q. Xudodan emas. Sani meni qo'limda bo'lsa, ikkalamiz spes zakaz qilib taqlardik. 2 o'g'il 2 qiz qilib. Xudo beryapti. Qaysi o'g'ildan kam farzandlarimiz? Qarachi. Men shunday odamlar o'g'il deydi, Xudo ko'rsatmasin. 4 ta 5 ta o'g'li bor, uyiga sig'maydi bolalarni. Xudo ko'rsatmasin. Unaqalardan Xudo asrasin. Kecha bir aka gapiryapti. Qabristonda ishlargan aka. Bironta o'g'li 4 ta 5 ta o'g'li bor deydi, kelib xabar olmaydi dedi. Bitta qizi bor deydi, tinmaydi deydi. Har haftada 2-3 marta kelib ota-onasini yo'qlab qabrini ham deydi. O'g'il bola baribir endi otani nom tutari, davomchisi o'g'il bola. Shu tarafdan erkak, lekin mehribonchilikda qiz bolani ta'riflab bo'lmaydi. Qiz bolani mehri samimiy bo'ladi. O'g'il bola uylangandan keyin xohlaysizmi, yo'qmi, xotiniga qayriladi. Xohlaysizmi, yo'qmi? Chunki ota-ona o'g'il bola uylangandan keyin ota-ona oldingidek anov qila olmaydi, mehrini ifoda qila olmaydi, tortinib turadi, men o'ylashimcha. Ham o'g'il bola uylangandan keyin bola chaqalik bo'ladi, xotinlik bo'ladi, ro'zg'or bilan chalg'ib qoladi deb o'ylayman. Qizlarim Xudo baxtini, umrini bersin. Baxtini ham o'zlaridek go'zal qilsin Alloh taolo. Men boshqa narsa duo qilaman. Duo qilaman farzandlarimni. Men bir ojiz bandaman, meni qo'limdan kelsa qaraman, nima qilmayman. Meni qo'limdan emasdan Allohning qo'lidan. Baxtini ham o'zidek go'zal qilsin. Shunday. O'zingizni bir o'g'ilman dedingiz. Ko'p san'atkorlar Toshkentda ijod qilishni har tomonlama qulay deb hisoblaydi-da. Qulay kanishni. Toshkentda ijod qilish, Toshkentda pul topish, masalan, to'y xizmatlari ayniqsa ko'p bo'ladi. Yana to'y xizmatlari qimmat bo'ladi Toshkentda, to'g'rimi? Shunday. Ko'p san'atkorlar shu uchun ham Toshkentga ko'chib keladi. Intiladi poytaxtga. Poytaxtga intiladi. Lekin sizda unday emas ekan. Bu savolimizga ham qanday? Men oilada bir o'g'ilman. Otam, onam men bilan. Otam rahmatlik o'sha 2020-yil koronavirusdan bo'lmaganlar, onam men bilan. Men endi bolalarimni o'qish yerda, ham onam yonimda. Men endi ularni tashlab kela olmaganman, to'g'risi. Endi poytaxt yaxshi, hamma ishim Toshkentda qilaman. Ashulalarimni, kliplarimni Toshkentda qildiraman. Kelib ketish ham qiyin menga. Juda qiynalib qilaman, lekin ulgurishim kerak. Mana shu poytaxtdagi san'atkorlar bilan teng. O'shaning uchun ham men bir yilda 25 ta, 30 ta ashula yozaman. Sababi o'sha har safar kelib
ket yurmang. Har 2-3 kunda Toshkentda masalan san'atkorlar bir ashula amal qilsa, bir haftada yozib olib, yana bir haftadan keyin boshqasini ishlayveradi. Menda unday emas. Men o'zimga shu narsani qo'yganmanki, adashishimga haqqim yo'q deyman o'zimga. Haddimni bilishim kerak. Har bir narsada. Chegaradan chiqishga haqqim yo'q. Chunki onam, otam rahmatli ham ko'p aytardi, onam ham ko'p aytadi. Bu uyni anaqasi sen bilan bolam. Fayzi. Senga ishonamiz biza. Keyin hamchi men ko'p qo'rqadigan narsam. Men masalan shu san'at anaqada necha yil masalan hozir 36-40 ga yaqinlashgan bo'lsam, yana 10 yil, 15 yil ijod qilarman. Qilay. Boring ana 15 yil. 20 yil. Meni orqamdagi farzandlarimga, meni orqamdagilarga meni anaqam minusim tegmaslik kerak. Shogirdlarimga ham hatto. Shu darajada men akkuratni ish qilib, biyorida. Erkak odam hamma masalan men qilmayman degani ham qiladi. Kayf ham qiladi. Ichkilik bozligi ham masalan hammasini me'yor bo'lish kerak. Men o'shanday vaziyatda chuqurlashib agar ketaversam, nafsim anav qilib aytaman, adashishimizga haqqimiz yo'q. Birdan to'g'rilab olaman. Nima to'xtatadi sizni? O'zi to'xtatadi. O'zidan so'rayman. Bilaman, shtobi boshlandi, qaytish kerak. Chunki nafs o'rtada shayton borda. Oshna og'aylar ba'zi birlari endi hammasi ham emas, o'shanday anaqalar. Odam shaytondan ham yomonda. Shaytonni bo'yniga urib qo'yaveramizda, qilarishni qilib qo'yib. O'shanday vaziyatda o'zimni o'zim kontrol qilishga harakat qilaman. O'zidan so'rayman. Adashtirma. Ishonganimsan, meni adashtirma deb. Shunday. Nafsimga tashab qo'yma deyman. Hozirgacha eng og'ir qaroringiz qaysi bo'lgan? Eng og'ir qarorim men 2016-yil bir odam menga nomardlik qilgan. 2015-2016-yil. O'ta qattiq nomardlik qilgan, noto'g'ri gap anov qilgan. Ana shu paytda to'g'ri qaror qilganman. Men shu odam bilan oxirigacha olib boraman, shuni butkul anov qilaman deb g'azablanganman. Otam bilan onam qaytargan. To'g'ri qaror qilganman. Endi hozir men u odam ahvolni o'zi biladi, o'zim bilaman. U odam o'zi kechirim ham so'ragan, bilgan. Vijdonan biladi. Kechirim ham so'ragan. Lekin u odamning ahvolini o'zi biladi. Xudo biladi, men bilaman. Odamlar ham biladi, endi hurmat uchun yuziga aytmaydi. Demak, san'atkor. San'atkor. Begona ham emas, teng qizig'i. Begona ham emas. Begona bo'lsa, liboy vrema kurashib u bilan bir yoniga chiqa olasiz. Begonani xohlagan tarzda atvet qila olasiz. O'zingizdan keladigan baloga uni davosi ham og'ir, u bilan kurashib ham bo'lmaydi. O'zi biladi ahvolni. O'zi aybini ham biladi. Xudoni tarozisi to'g'ri hamma vaqt. O'ziga tashab qo'yish kerak. O'sha vaqt juda alamzadalik bilan bir noto'g'ri ish qilib qo'ymaganimga hozir shukr qilaman. Otam rahmatlik to'g'ri gapirgan, onam ko'p kecha-yu kunduz stressda bo'lganmanda, shu narsani o'ylab, shunday qilib
nohaqlik qilishdi, nomardlik qilishdi. Endi bu balkim raqobatdir, balkim endi bilmadim men. Nimadan bo'ldi, nima qildi, nimaga unday qildi, uni sababini bilmayman. Shu. To'g'ri qaror qilganman o'shanda. Agar o'shanda alamzadalik bilan bir yoshlik qilib, paytlar yosh ham bo'lganman. Yoshlik qilib bir yomonroq ish qilib qo'yganimda, Xudo ko'rsatmasin, bir umr masalan tuzatib bo'lmas xato bo'lardi. Otam rahmatlik ko'p aytardi. Sen kut, vaqt oliy hakam, sen kut. Sabr qil, kut. Sen o'zing bilasan-ku kimligingni. O'zi bilib turibdi-ku. Odamlar ham biladi, sen o'ylama. Seni kimligingni odamlar biladi. Seni o'zida olib keladi, o'ylama. Seni g'alabangni odamlar ko'radi, o'zing ham bilasan. Faqat sabr qil. Stressga tushma, kerak emas. Seni o'zing bilasanmi? Ha, Xudo biladi-ku, to'g'ri. Seni g'alabang bilan jazolaydi Alloh taolo bilan degan. Sen-ku o'zi kechirim ham so'raydi. Xuddi otam qanday aytgan bo'lsa, xuddi otam aytgandek bo'lgan. Chidaganman, kutganman, sabr, xuddi bilmagandek, ko'rmagandek yuraverganman. Hech narsani. Lekin o'zini tarozisi to'g'rida. Haqmisiz tortishmang. Dilingizni og'ritdimi, birinchi o'zingizga yaxshilik tilang. Shunday qilganman, chida olmaydi. Faqat o'zimga yaxshilik tilaganman. Hamma so'raganimni berganda, o'sha vaqtdagi so'raganlarimni oldingilarni ham hammasini bergan. O'shandan keyin Drujbada kelib konsert berganman. Konsertim qalash bo'lib ketgan. Bilet sotuvchilar kim bu bola deymish. Men viloyatdan kelib konsert berganman. Bilet qolmagan. Bilet qolmagan 2,5 millionga chiqib ketgan bilet birinchi konsertimda. Bilet sotuvchilar kim bu bola deymish. Onam bir mashhur san'atkorni yaxshi ko'radi. Biletini olgani bordim. O'zim yo'lda o'tib ketyapman, mashinada yigitlar bor edi. Qaranglar, shu yerdan bilet chaqiringlar mana aytdim. Keldi bir bilet sotadigan aka. Bekzod aka sizmi? Ha. Aka, sizni konsertingizda uyimga bitta xolodilnik, bitta kirmoshim, bitta gaz plitka olganman foydasidan. Qachon konsert berasiz deyapti. Bu masalan eng san'atkorni baxtli anaqasida. Bu masalan ana nimalarga o'tkazib bo'lmagan unday narsa. Kassani o'zidan ketgan bilet. Organizator ham foyda ko'rgan. O'zim ham xursand bo'lganman. Xudo bersa boru, bandasi hech narsa emas. Bandani qo'lida agar bandani rizqi bo'lsa edi, ochlikdan o'ldirardi ko'pchilikni. Ko'pchilik. Yo'q. O'zi faqat o'ziga shunday. O'zingiz topshirib qo'ying. O'zi to'g'rilab, o'zi uni sababchi qiladi, buni sababchi qiladi, sizni olib chiqib ketadi. Men ana shu payt to'g'ri qaror qilganman deb o'ylayman. Endi u kishi bilan hozir munosabatimiz yuzaki, u ham biladi, men ham bilaman. U ham yuzaki yondashadi, men ham. Shtobi biladi u. Men ham bilaman. U masalan o'sha payt men g'olibman degan, lekin bir umrlik mag'lubiyatga uchragan. Xudoning marhamati bilan. Men hali ham g'alabamni nishonlab yuribman. Hali ham. Xudo bundan keyin ham nishonlashda muyassar qilsin. Hech kimga yomonlik qilib bo'lmaydi-da, hatto yomon odamga ham. Yomonlik tilab ham bo'lmaydi. Tilab ham bo'lmaydi. Chunki niyatlar, istaklar niyatga bog'liq. Bu yerda nima bo'lsa, Xudo sizni birinchi o'zingizni o'sha yomon niyatingizga yo'liqtiradi. Yaxshi niyat. Dushmaningizga ham yomonlik tilamang, yaxshilik tilavering, chunki Alloh o'zingga ham deydi.
Tamom. Keling, muxlislaringiz yaxshi ko'rgan taronangizdan bir parcha kuylab bering. Duo aylay ey yaratgan Parvardigor. Duo aylay ey yaratgan Parvardigor. İki dünya yarık qilgin yuzlarimni. Ta hayotman ayta durman takror. Ming o'g'ilga alishmayman qizlarimni. Ta hayotman ayta durman takror. Ming o'g'ilga alishmayman qizlarimni. Bu ashula O'zbekiston xalq hofizi professor Soyibjon Niyozov ashlasi asli ustozimizniki. 2022-yil konsertida ustozdan so'raganman shu ashulazni aytay deb. Shu konsertimda aytganman, shu juda ommalashib ketdi. Ustozni o'zi ham xursand. Ustoz bilan keyin birga klip qilganmiz. Ko'pchilik yaxshi ko'radi. Qizlarimni ashulazni aytib bering deb qo'yadi. Keyin mikrofonda aytaman. Ustozimning ashulasi bu ashula. O'zbekiston xalq hofizi. Lekin o'zim ham shuni ikkinchi variantini qilganman. Qizlarimni degan. Beshga bo'lib berdim jonimni axir. Qizlarimni xafa qilmagin taqdir deb bir opani internetda shu she'rni o'qiganini eshitib qoldim. Birdan nimadan oldimda daftarga varaqqa tushirib kuy bastalab yaqinda chiqaraman. Lekin shoirni topa olmayapman. Agar mana shu intervyumizni shoiri mana ko'rsa shu intervyumizni, beshga bo'lib berdim jonimni axir, qizlarimni xafa qilmagin taqdir degan shoir, she'rni egasi shoir menga aloqaga chiqsin iltimos. Qalam haqqi deydimi, nima deydi, hozir qo'rqib qoldi odam. Yo'q, avtoriski bor. Qalam haqqi olish kerak. Chunki shoirlar oldingi she'rlardan foydalangan shoirlarimiz ko'p pulni olganlar ham inkor kelyapti hozir. Olganlar ham yozib beryapti-da. Sen olgansan-ku desang ham yo u payt bir narsa deb bo'lmaydi-da. Opa deb eshitdim u kishini, ayol kishi ekan. Shoiramiz ekanlar demak. Ha. Xudo xohlasa topishga yordam beramiz. Xudo xohlasa. O'zim bu ashula yaxshi chiqdi endi. Qani endi yaratgan ekan shuni xuddi mana ming o'g'ilga alishmayman qizlarimga o'xshagan fayzini bersin. Ommalashib ketsa, u ham yaxshi bo'ladi. Nega sevdimni aytib beraman. Ko'pchilik shu ashula orqali tanigan. Dil to'la dardu g'am, xayollardan bezdim. Bilmayman o'zim ham nega seni sevdim. Ey qoshi qalamli, bevafo qadamli, bu savol alamli. Nega seni sevdim, bundan zo'r azob yo'q. Men kabi xarob yo'q, bir umr javob yo'q. Nega seni sevdim. Rahmat. Taklifimizni rad qilmasdan tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat. Taklif uchun sizlarga ham rahmat. Ijodingizda har doim barkamollik tilaymiz. Iloyim. Nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, hammasiga yetib erishib yuring. Siz ham. Rahmat. Rahmat. Hammaga muxlislarimizga rahmat.